Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Jetnik. O'tgan videodagi ko'rsatgan aktivingiz meni qoyil qoldirdi. Lekin o'sha video izohlarida juda ko'pchilik mendan Dakovavis haqida video qilishimni so'radi. Ularning aytishicha, Dakovavis dunyoning eng kuchli Minecraft o'yinchisi ekan. Birinchi kommentlardanoq bu kanalni o'rganib chiqishni boshladim. Va shuni bildimki, uni videolari shunchaki fake. U videolarda kuchli reaksiya va tezlik bilan juda ko'p Minecraft o'yinchilari, hatto Dream va Technoblade'ni ham xohlagancha o'yinchoq qilib o'ldirib tashlayapti. Agar esingizda bo'lsa, Technoblade 2022-yilgacha dunyoning eng kuchli Minecraft o'yinchisi edi. Lekin Dakovavis uni o'z videosida aytgancha, mana o'sha brat. Xullas, uni videolari fake. Dream bir marta ham u bilan o'ynamagan. U Dreamning hype'iga shunchalar o'chki, hatto shortslarning har uchtasining birida fake Dream qatnashgan. Buni qarang, Dakovavis kanalida ko'rishlar soni 2 milliarddan oshibdi. Halol mehnat. O'zingiz o'ylab ko'ring, YouTube tomonidan dunyoning eng kuchli Minecraft o'yinchisi deb tan olgan Dream katta YouTuberlarning hype'iga o'ch Dakovavis bilan o'ynarmidi? Albatta yo'q. Men Dakovavis hech bo'lmasa video fakeligi haqida video opisiyaniyasida biror nima qoldirganmikin deb tekshirib ko'rgandim. Lekin u yerda ko'rib turganingizdek, u yerda aytarli hech narsa yozilmagan. Faqatgina videoda taniqli blogerlar qatnashgani va videoni 1 yildan beri to'plab yurgani haqida gapirilgan. Dakovavis videosida taniqli blogerlar xuddi NPC'ga o'xshab qolgan. Xullas, Dakovavis videolari fakeligini bilib oldingiz degan umiddaman. Hammaga rahmat, hammaga xayr. Jetnik, the Minecraft